Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun Edufits loyihasida e'lon qilingan battlening natijalarini bilish uchun yig'ildik. Avvalambor ishtirokchilarimiz bilan tanishib o'tsak, marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Men ismim Muhammad Amin, yoshim 21da. Hozirda O'zbekiston Milliy universitetining moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishida sirtqi ta'limda tahsil olaman. Men ismim Husan, hozirda Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetining 1-kurs talabasiman. Yo'nalishim geografiya. O'tgan safargi o'yinda hamma savollarga tasodifan to'g'ri javob berganmidingiz yoki hammasini avvaldan bilarmidingiz? Hech qanday tasodif yoki taxminlar bo'lmagan. O'zim bilib javob berganman. Tushunarli. Unda o'yinimizni boshladik. Eng ko'p aholiga ega shahar qaysi? Tokio. Tokio, to'g'ri, siz kechikdingiz. Ko'taring. Eng qadimgi yozuv tizimi qanday nomlangan? Geograf. 3-2-1 Mixxat yozuvi. Ko'taramiz. O'zbekistonning eng baland tog'i qaysi? Mirontov. Yo'q. Sulton. Nimasi bor? Yonida bitta Sulton, Hazrat Sulton. Hazrati Sulton, to'g'ri. Dunyodagi eng ko'p iste'mol qilinadigan ichimlik qaysi? Suv. Kola. Choy. Choy, to'g'ri. Siz